Men bugun muvaffaqiyatga chiqishim uchun to'lov to'laganman. Bilasizmi, insonlar agar o'sha korzinkaga, qaysidir do'konga kirgan paytida oxiri kassaga uchrashmasligini bilmaganda edi, mana kassa yo'qligini bilganda edi, umuman kassa yo'q, to'lovsiz, ular olib chiqishini bilganda edi, ular butun boshli o'sha korzinkadagi narsalarni olib chiqqancha ham tuyunimini bilmas edi-da. Lekin har bir inson biladiki, oxirida kassaga uchrashligini. Shu uchun cho'ntakka qarab o'sha oladi. Kerakli bo'lgan narsalarini cho'ntagiga qarab oladi. Hayotda shunaqa narsalar borki, narxi yozilmagan. Lekin albatta bu dunyodan to'lamasdan o'tishlikni imkoniyati yo'q. Men ham shu narsada uchraganman. 150 million qarz bilan o'sha payt men uchun juda katta pul topishim mumkin bo'lmagan, hattoki yo'limni topa olmagan paytda jonimga qasd qilishgacha borgan joylarim bo'lgan. Bo'lini kelajak ko'ra olmaganman, qo'rquvim bo'lgan, insonlarga yetqarib bu narsa yechim emasligini anglaganimdan keyin menga yechim kelishdi boshlagan. Ya'ni hayotimni o'zgarishi uchun, o'sha insonlarga qarzlardan qutulishim uchun imkoniyat bo'lib, aynan korporatsiya menga kelganda, men bugungi kunda bu insonlarga aytaman, albatta bu keyingi pog'onaga o'tishingiz uchun bu bir sinov. Albatta, suv ham agar to'g'on qo'yilsagina o'sha to'g'ondan o'tish uchun yig'ilib kuch to'plab albatta u to'g'ondan o'tadi. Biz insonlar, biza bugun ongimiz bor, fikrimiz bor, demak, unaqa bizaga to'siqlar albatta bizning muvaffaqiyatimiz uchun xizmat qiladi.